Hammaga assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy obunachilari va hamyurtlar. Mana bugun biz Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani yoshlar dam olish maskanidamiz. Xudo xolasa bugungi videomiz jiddiy boshqachangi liri chekinish deydi-yu. Liri chekinishda o'zimizni mavzumizdan chetlashgan holatda jiddiy boshqacharoq stilda bo'ladi. Videomiz davomida bugungi kechagi kungi voqealar, nimalarni ko'rdik, qanaqangi bilimlarga ega bo'ldik, shularni qisqacha qilib sizlarga ma'lumotini beramiz. Bugunlar hamma respublikamizda har xil viloyatlardan taklif qilingan. Shular qatorida bizni ham taklif qilishgandi. Bu yerga kelib 3 kun mobaynida mehmon bo'ldik. Shunaqangi chiroyli manzaralarda bu manzaralarni endi sizlarga ilingan holatda ko'rsatamiz. Hozir Xudo xolasa bugungi kunimizdan taassurotlarimiz sizlarga qisqacha aytib beramiz. Nutq sohasida ChatGPT sun'iy intellekt yordamida video ishlash jarayoni, shular haqida ancha mutaxassislar kelib bizga darsliklarda o'tishdi. Viloyatimizning har chekkalaridan kelgan bloger akalarimiz ham bir-birimiz bilan suhbat bo'ldi. Yangi bilmagan bilimlarimizni oldik. Mana bu akamiz ham. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamasdan tuzimsiz, bezovta qilmadimmi ish qilib? Telefonni berasiz. Ha, mikrofonni beraman. Bo'ldi. Jiddiy suhbatingizni olaman endi. Vaqtingizni o'g'irlayman endi biz obunachilar. Qimmatli vaqt. Qimmatli vaqtingizni sizga keyin bir ajin qaytarib beraman dedi. Qayerdansiz endi? Xo'p, bizniki Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida. To'raqo'rg'ondan. Chorvachilik sohasida blog yuritamiz. Instagramda ham, YouTube'da ham Baraka top uz ko'pchilik taniydi. Ha, sizni lishni men o'zim kuzatib boraman, o'z videolaringizni. Chorvadorlar uchun o'sha yangicha mol boqish ratsion bo'yicha chiroyli ma'lumotlar berib o'tamiz, xudo xohlasa. Jaydaricha desak, Jaydaricha chiqdi, haqiqatli. Kitobdan olib chiqdi, jaydariga yuguramiz-da. To'g'risi videolaringizni o'zim ham ko'rib, maza qilib ko'rib boraman. Sizdan hozir qisqacha bugungi kun haqida bir ma'lumotlar so'rasangiz. Ko'rsataylik-da fonni. Xo'p, bugungi kunda o'sha prezidentimiz tomonidan yosh blogerlari bu tarixda bo'lmagan-da. Ha, bo'lmagan narsa. O'zbekiston tarixida bo'lmagan narsa bugun bo'ldi. Bu bitta menga ham, qolganlarga ham juda katta ta'sir qildi. Men xayolimga sig'dirmaganman. Biz qishloqdan chiqqanmiz-ku. Qishloqdan chiqqan blogerlarni mana shunday zo'r joylarga olib kelib hurmatda endi bu ham bitta. Hech kimga ko'rsatilmagan hurmatni. Endi blogerlar ko'pchilik past nazarda qarashi mumkin-da. Lekin davlatimiz tomonidan shuncha bizga e'tibor qaratib, bilimlarni berib, arzimas bo'lsa ham sovg'alar berib, bizga motivatsiya bo'lib, ancha bilimlarimizni oshirdik, tanishdik. Ha, biz ham mana misol siz bilan yuzma-yuz bir ko'rishmagan. Internetda tanishmizku, lekin yuzma-yuz ko'rishmaganmiz. Lekin men hozir bugungi kundan, kechagi kundan men kelganimda to'g'risi tasavvurim boshqacha edi. Nimaga, qanaqa maqsadda chaqirishganiga endi o'ylab, o'yimga yeta olmayapti. Lekin men kutgandan ham ziyoda bo'ldi. Maza qildi. Ancha bilmagan narsalarni bildim desam ham bo'laveradi. Fikr almashdik. Mana borib 130 nafar bloger O'zbekiston Respublikasi eng ko'pi vodiydan. Eng ko'pi vodiydan. Mana hurmatli obunachilar, eng ko'pi vodiydan. 100 ta desa ham bo'ladi vodiydan. Shu yerda kelgan blogerlardan bilmagan narsalarimizni ulashdik bir-birimizga. Mana gruppalar ochib oldik, xudo xolasa endi bundan ba'ga tez-tezda uchrashib, gaplashib turamiz, xudo xolasa. Hozirgi yoshlarga mana ajra sanoat bo'yicha to'g'ri, biz endi yoshligimizda dehqonchilikdan unchalik qochmasdik. Hozirgilar shunaqa bir zamon o'zgardiki, oson yo'lini oqtaradigan bo'lib qoldi. Lekin hozirgi paytda texnikalar rivojlanib, shunaqa bo'lib ketdiki, lekin dehqonchilik, agrosanoat bilan shug'ullanish yana ham osonlashib qoldi deb o'ylayman-da. Siz nima deb o'ylaysiz shu haqida? Hozir men o'zim sohamda gapiray. Chorva sohasida ilgari mol boqish qiyin bo'lgan ekan. Masalan, 5 ta moli bor odam ko'chaga chiqqan yoki qo'shnisi to'y qilsa ham chiqib chiqqan imkon bo'lmagan. Chunki unga hashaqir qil, nimadir qil, yem pishirib ber, vaqt ko'p ketgan. Endi hozir zamon rivojlanib turib, aytayapti-ki, Vesagro 97 ta molni bitta 67 ga kirgan odam mol boqyapti. Hamma narsa texnika qilyapti, rivojlanyapti. Ratsion degan narsa, innovatsiya, yangilik chetdan bizga kirib kelyapti. Ya'ni O'zbekiston ham chorva sohasida yetakchi o'rinlarga egallayapti. Endi dehqonchilik sohasida ham dehqonchilik to'g'ri, ilgari qiyin bo'lgan. O'zimiz ham dehqonchilik qilganmiz. Sug'orish qiyin bo'lgan, chopilgan, texnika bo'lmaganda, endi hozir zamon rivojlanib turib,
kerak bo'lsa 1 gektari bitta yosh bola qarab qo'ysa ham Bitta bo'ladi. qarab, bitta Tomchilar ona sug'orish mehmon bo'lib ketdi, qaraydi. texnikalar chiqib ketdi. Chopib haligi teshalarda makka ekadi, endi hozir apparatlar chiqib ketdi, Faqat bilyapsiz-a? o'rgansa bo'ldi. O'rgansa buni. Faqat bo'ldi. o'rgansa Harakat bo'ldi. qilsa bo'ldi. Harakat qilib o'rgansa imkoniyatlar to'lib To'lib yotibdi. yotibdi. Va hozirgi yoshlarga misol taklif qilasizmi agrosanoat bilan shug'ullanishni misol? Albatta, hozir eng katta foyda biznesga, masalan, millat puli bor odamlar borda, o'ylanadi, chorvaga tikaymikin yoki nimadir kim tikaymikin deydi yoki mol boqaymikin deydi. Eng katta foyda chorvada, agrosanoatda. Hozir rivojlanib ketyapti. Agro degan narsa rivojlanib ketyapti. Davlat, gapingizni bo'ldim. Davlatimiz tomonidan ham nima desa bo'ladi? Ruscha bo'lib qoladi shekilli shu so'zimiz ligotalar. Ajratilyapti. Subsidiya ajratilyapti. Subsidiyalar, imkoniyatlar to'lib yotibdi-da, to'g'ri. Faqat ulardan ilmni olib, u pullarni, imkoniyatlarni olib foydalanish, yazini bosish kerak. Eng yana bitta gapim, har bir sohada o'zini sohasida bloger bo'lish kerak. Masalan, men misol qaytaman, tandir ishlab chiqaryapmanmi? Men blog yuritishimga majburman. Chunki xalqqa meni tandir ishlab chiqarsam, qo'shnim biladi, nar mahalla biladi. Lekin blog yuritib shuni ijtimoiy tarmoqqa olib chiqsam, uni butun dunyo ko'radi. O'zbekiston ko'radi. Zamon talabi. Qisqa qilib aytganda bu zamon talabi. Sotuvim oshadi meni. To'g'rimi? Masalan, men bitta misol aytaman, biyago'miz yetishtiraman-da men. Instagramga bitta reklama qo'yaman, 2 million, 3 million prosmotr bo'ladi. Normal chuvancham bilan biyago'miz sotaman. Lekin kommentariya ko'pchilik yozadi, menda 50 tonna biyago'miz bor, etam olmayapti deydi. Chunki bu blog yuritmaydi. Sotuvni bilmaydi. Pulni sarflangan biznesni qilgan, sotuvga kelganda taqalganda mana. Menga o'xshagan bloger reklama qilib berganingizda $500 bergani qonni oraydi. U taraf. O'shaning uchun o'sha odam ham o'zi blog yuritib, o'zi harakat qilsa, hamma soha rivojlanib ketadi. Nafaqat chorvachilik, boshqa sohalar ham. Mening fikrim shu aka. Rahmat sizga. Hurmatli obunachilar, qisqacha bo'lsa ham hamkasblarimizdan ma'lumot oldik desak ham bo'ladi. Bu manzaralarni qaranglar. Odam bag'ri dili ochiladigan shunaqangi chiroyli joylar ekan. Maza qilib yuribmiz. Davolasa sizlarga ilingan holatda bularni ko'rsatyapmiz. Hech qanaqangi bir maqtanish yo'q, bir nima emas. Bu maskanimizda bunaqangi ko'rpuslardan 10 ta bor ekan, 2 etajli. Xonasini to'g'risi 25 tami 30 ga yaqin xonalari bor ekan. Shunaqangi o'zini bir 3 gektar, 4 gektar joyga joylashgan ekan. Ma'muriyatning nomerini ham qoldirib ketamiz. Kimdan kim kelib shu yerda agar dam olmoqchi bo'lsa, ma'muriyat nomerlarini ham qoldiramiz. Xudo xolasa kimdan kim kelmoqchi bo'lsa, bemalol telefon qilib kelishlari ham mumkin. Ammo odam bag'ri dili ochiladigan, bir mazza qiladigan, tabiiy, toza atrof tog' to'g'risi. Hozir o'nay taraflarni ham ko'rsatamiz. Bugungi kunimizdan o'zim ham yana qisqacha qilib qo'shimcha qilib ketaman. Sovrinlarni berishdi, mukofotlarni berishdi, yana bir ikkita bizga yangi loyihalarni berishdi. Tayyorgarlik ko'rib shular haqida videolar qilamiz kelajakda, xudo xolasa. Yoshlarimizga men o'zimning taklifim bu yerdagi hozirgi kundagi dolzarb bo'layotgan mavzulardan bittasi agrosanoat. Agrosanoat bo'yicha davlatimiz tomonidan berilayotgan shunaqangi subsidiya imkoniyatlar eshitib, men to'g'risi hayron qoldim. Shunaqangi darajada agrosanoatga bo'layotgan e'tibor, yoshlarga bo'layotgan e'tibor juda zo'r desa bo'ladi mana. Rasmlarni turishlarini qaranglar. Agrosanoatga bo'layotgan e'tibor juda kuchli. Xohlagancha mana faqat bilimni olib, ishni boshlab, agrosanoatni rivojlantirib, harakat qilib, ishni yurgizsa bo'ldi. Shun bilan o'zi imkoniyatlar to'lib yotibdi. Xohlagan yo'nalishda, chorvachilik yo'nalishdami, agrosanoatdan, boshqa bizneslarda. Men endi agrosanoatni osongina boshlasa bo'ladi degan maqsadda shu sizlarga taklif beryapman. Buni qilish kerak. Oldin misol oddiy haligi qishlarda o'zini oilalarida misol bunaqangi manzara joylar ham bor ekan. Konsertni zal deydimi buni? Qishlarda oilada misol ekiladigan kun tartibidagi mana misol bitta yil mobaynida kimdir makka ekadi, kimdir kartoshka ekadi, kimdir
piyoz ekadi, o'zini bir tomorqasiga bir 4 sotik 5 sotik joyiga. Shuni ham kerak bo'lsa bundan bir 3-4 yil oldin shuni ekib chopishi ham qo'l mehnati edi. Uni chopib shunday qarab nima qilish. Undan tashqari kartoshka pishgandan keyin kavlab olish uchun ham u ham qo'l mehnati edi. Oddiy hozir shunaqangi texnikalar chiqib ketdi. Uni hali mini traktorlar bilan kavlab olishidan tortib, mana manzaralarni ham orada ko'rsatib turaman sizlarga. Ha, deb o'zim gapiraversam zerikib ham qolmanglar. Yomg'ir rosa yog'di. Bitta yog'di, quyib yubordi o'zi ham. Ammo tezda o'tib ketar ekan. Shunaqangi chiroyli joylar. O taraflarda o'rmon ekan mana. Kameramiz endi qaysi darajada ko'rsatib beryapti bilmadim-ku. Iloji boricha ko'rsatishga harakat qildim. Kartoshka, piyoz, shunaqangi sabzavot ekinlarini ham, poliz ekinlarini ham hozirgi kunda texnika bilan kavlaysiz ham, chopish ishlari ham, oddiy misol sug'arishni ham tomchilab sug'arish yo'nalishiga qo'yib, oson mehnat bilan kerak bo'lsa, qo'lini tekkizmasdan tayyorlab, yetkazib, pishirib, kavlab olsa bo'laveradi-da. Bunga sal odamda sabr bo'lish kerak. Shu narsa haqida o'zida ham bir ma'lumot bo'lsa bo'ldi. Unaqangi hali katta mehnatni talab qilmaydi. Dehqonchilik deganda hozirgi yoshlarimiz faqat shu ketmonni olib, taqir-tuqir chopib, agarotdan chiqmasdan ishlash nazarda tutiladigan bo'lib qolganda, miyaga shunaqa narsa o'rnab qolgan deb o'ylayman. Biz ham miyamizda shunaqa narsalar o'rnagan edi. Endi hozir unaqa narsa biz yoshligimizda shunaqa qilib qilganmiz dehqonchilik. Hozirgi yoshlarga shunaqangi takliflarni eshitib turib, endi videomiz mobaynida shu joylarini taqdirlash marosimi, bu forumda bo'lgan video lavhalarni ham qo'yib ketamiz, xudo xolasa. Nimalar, kimlar keldi, davlatimiz tomonidan yoshlar vaziri, fermerlik, yosh fermerlar kengashi bosh vaziri ko'p odamlar keldi, har bittalarini tanimadik. Mana bu yerda bitta blogerimiz yuribdi, suhbatini olamiz. Baqa kelin endi bir intervyu bering siz ham. Yurib soldirib yuboravering mashahardan endi ijtimoiy qilmay, dehqonchilik. Havo tozaligidan Ha, boslashilmayapti bega. o'pka ko'tarmayapti-ni. Yo'q, boshlarim og'rib qoldi. Shunaqa havo toza, Ha, chang yo'q. kislorod oshiqchalik qilyapti ekan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat, do'st. Tinchmisiz? Maza qilyapsizmi? Alhamdulillah, zo'r. O'zingizni bitta tanishtirsangiz. Meni ismim Bahromjon, Namangan viloyatining Buloq tumanidanman. Kanalingiz nomi? Bahromuz. Bahromuz. Nima bo'yicha faoliyat yurgizasiz? Biz endi O'zbekiston bo'ylab ekonom suv nasoslarini o'rnatamiz. Ekonom suv Tomchilab sug'orish, yomg'irlatib sug'orish. Aynan agrosanoat bo'yicha. Shunday. Shunga turibsiz-da beyda. Ha, shunga Xudo xolasa. Bugungi kundan taassurotlaringiz, bugun mana misol forumda shunaqangi bir chiroyli gaplar gapirildi, yaxshi bilimlarni oldik deb o'ylayman. Sizda qanaqa fikrlar shu? Endi juda ham zo'r. Taassurotlar zo'r. Taassurot nima deydi? Juda ham yaxshi. Bitta yomon tomoni bu yerga oilam bilan kelmaganim. To'ppa To'g'risi, to'g'ri. o'zim o'ylaganim, oilam bilan kelmaganim bitta yomon tomoni. Ha, To'g'risi gap, bu yerda bunaqa atmosfera borligini bilmagandim. mazza ekan, Bunaqa maza qiladigan joyligini bilmagandim. Alloh nasib qilsa olib kelamiz. Xudo xolasa. Xudo xolasa. Fermerlar, dehqonchiliklarga Allohim baraka bersin. Ilohim. Yaqinda bug'doy o'rimlari boshlanadi. Xudo xolasa boshlanadi, nasib bo'lsa. Allohim baraka bersin, planlaringni 100 qilsin Ilohim. inshaalloh. Nasib. Kanalingiz ham YouTube'da ham nimada? Ha, Instagramda ham bor. Facebook, TikToklarda? Yo'q, men qarang, Instagramga ham qiziqmayman. O'zi aslida. O'zi asli men uchun nevajna. Ha, ha. Menga asosiy narsa YouTube. Sababi YouTube'da yosh kattalar o'tiradi. Meni asosiy taniydigan insonlar. Ma'lumotni bemalol yetkiza olasiz ularga. Ha, YouTube shunaqa yaxshi narsaki, misol uchun men 1 minutda ichida bitta nasosni to'liq tushunchasini bera olmayman, Ha, ha. lekin YouTube'da to'liq tushuncha bersa bo'ladi. Podrobniy tushuntirsa bo'ladi. To'ppa To'g'risi. to'g'ri. Xudo xolasa hammaga omad, sizga ham. Rahmat sizga Ijodingizga kattajon. omad. Rahmat. Akamizni kanaliga o'tib obuna Xudo bo'lib xolasa. qo'yasiz. Chorva yo'nalishida ham videolar chiqarib turasiz. Qarang. Chorva yo'nalishida meni kanalim alohida. Halol, unisini nomi. Halol chorva deb Halol yozsa, chorva. Ha, Xudo ikki xolasa, kanallaringiz qarang. Halol chorvada 62 ta video bo'lsa, hammasi faqat manfaatli. Manfaatli videolar.
boqish usullari, arzon boqish usullari, ratsion tuzishlar, doktor bilan maslahat, tovuqlar bo'yicha, g'ozlar bo'yicha, qo'yingki nimaki bo'lsa, qishloq hayotida nimaki Shunday. kerak bo'lsa bor. bu Xudo yerdan xohlasa. bu yerdan olayotgan motivatsiyam endi ishi mana 12 yil bo'ldi shu ishda, misol uchun suv yo'nalishini boshlaganimizga. Endi bularni shogirdlarga topshiraman. Xudo xohlasa. Men o'zim shu agro yo'nalishida kontent yuritishni boshlayman. Xudo Xudo xohlasa. xohlasa. Chunki biz o'tayotgan har bir kunimiz fermer bilan o'tadi. Fermerni bir kuni degan Xudo xohlasa loyihani 1 yilda hech bo'lmaganda 400 ta video qo'yish niyatimiz bor. Xudo Inshaalloh, xohlasa. inshaalloh. Alloh baraka bersin hammaga. Xudo xohlasa. Rahmat sizga ham katta. Rahmat. Mana hurmatli obunachilar, bu yerda to'g'ri blogerlarimiz 130 nafar, adashmayotgan bo'lsam 130 nafar blogerlarimiz bor. Endi har bittasidan taassurotlarni, suhbatini oladigan bo'lsak, to'g'risi juda ko'p vaqt ketib qoladi. Shunga to'g'ri tushunasizlar, mana bu tarafda dam olish maskanlari, bu basketbol poliyamiz deymiz, voleybol, futbol stadioni. U narigi tarafda adashmasam tennis maydonigacha bor. Undan tashqari trenajyorniy anaqa sport nimalari ham bor. Nima deydi? Kommentariyada yozib ketinglar, shuni tilim kelmadi shunga. Bizning kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Iloji boricha sizlarga shunaqangi manfaatli ma'lumotlarni berib, qiziqarli ma'lumotlar berib, agrosanoat bo'yicha, chorva yo'nalishi bo'yicha kim bir takliflar, murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol kanalimiz opisiyalarida nomerlarimizni qoldirib qo'yganmiz. Telegram, WhatsApplarimiz bor. Aloqaga chiqsalaring, iloji boricha bir hamkorlikda ishlab, xalqimizga, yurtimizdagi chorvador, fermer, dehqon fermerlarga iloji boricha bir ma'lumotlarni ulashishga harakat qilamiz. Shu endi yana nima deymiz? Ko'p blogerlarimiz qaytayapti ekan shekilli. Juda ko'pchilik maza qildik, to'g'risini aytganda. Shu forumimizni uyushtirgan akalarimizga ham Alloh kuch-quvvat bersin. Bunaqangi forumlardan yana kutib qolamiz, Xudo xolasa, maza qildik. Biz ham shu yo'nalishda endi iloji boricha bir chiroyli videolarni qilib, xalqimizga manfaatli videolar qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.